Ana bitta mulla ussun pul bir kalla qand va salom deganlardek Ozarbayjon qizni kelin qildim. Qani endi bir salom qilsinlarchi. Oyijon, bu ozarbayjonlik kelinlar kelin salom qilmas ekan. Nega? Bilmasam. Choynakni topolmadingizmi kelin? Yo'q, oyijon, bular choynak piyolaga choy damlamas ekan. Mana shunaqa ajoyib idishlarga choy damlashar ekan. Oyi, keyin sizga bitta sir aytaman. Ular stulni uchiga o'tirishar ekan. Voy nega? Voy unaqa omonat o'tirmang, bemalol uyalmasdan o'z uyingizda o'tiring. Yo'q, oyijon, bularda bu stul uchida o'tirish farosat belgisi ekan. Choy ustiga qolsa tez yugurib chaqqongina olib kelib berish uchun. Ha, yo'q bo'ldi, shu yetadi. Boshqa choy ichmayman, bemalol o'tiravering. Unaqa demang. Ozarbayjon kelinlarni choyi rangiga, ta'miga qarab baho berishar ekan. Shunga maqtab iching. Voy, buncha chiroyli. Voy. Otangizga rahmat, kelin. Otangizga rahmat. Niye öyle deyirsiz? Onasini maqtamaganimga xafa bo'lyaptimi? Yo'q. Ha, onangizga ham rahmat. Oyijon, bekor bo'ldi-da shu ish. Bularda rahmat degani rahmatli degan ma'noni bildiradi. Siz otasini ham rahmatli quvardingiz, oyisini ham rahmatli quvardingiz. Çatırama sağlam başıma, yüz gözüme Zahra. döserim. Çatırama sağlam başıma, yüz gözüme döserim. Bulbulga o'xshaydi ya. Bolam, sendan so'ramoqchi edim. Nega meni o'sansiraydi? Voy, oyijon, siz umuman xafa bo'lmang. Ozarbayjonliklar yaqin olgan insonlarni sansirab gapirar ekan. O'zi nima ovqat qilibdi? Ana, ben sen için sosi Azerbaycan bu hazırladım ki yesin. Nima? Oyijon, o'zi yetdi-ku, osh. Voy, bu. Ha, buning ichida hamma narsa bor-ku. Oyijon, Ozarbayjon xalqi ham bizning oshimiz haqida shunaqa fikrda. Yeb ko'ring, bu ham zo'r ovqat. Hey, bu gal o'zing maqtagin. Ha? Nima bo'ldi? Oyijon, arazlab olgan. Ha, ko'ynini olmaysanmi? Mani ko'rsa qochib yuribdi. Zahra, mehribanlik saadatir, mehribanlik saadatir, saadatda yashadadir. Ömrüm şöyle muhabbettir, ömrüm şöyle muhabbettir, muhabbeti yaşadım. Voy, o'zimni qirg'iz kelinimdan o'rgilay. Qani bitta salom beringchi. Salomatsiz be ene, qandaysiz? Salomat, ko'p yashang. Oyijon, endi mana bu oq ro'molni boshiga o'rab qo'yishingiz kerak. Voy, nega o'g'lim? Chunki bularda zo'luk saluk degan urf odati bor ekan. Boshiga bu oq ro'mol o'rab qo'yganingizdan keyin qirg'iz kelinlar bu ro'molni umrini oxirigacha saqlab yurishar ekan. Bu qaynonasiga va oilasiga katta hurmat belgisi ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Ene, ben sana 5 parmak menin kımız pişirip koydum. Jakşı tamaktar. Rahmat qizim. Qani o'g'lim ochi. Yaxshi ekan. Qo'llari shirin ekan. Ene. Erkek. Voy, o'g'lim, seni erka deyaptimi? Yo'q, bularda qirg'izlarda shunaqa udumi bor ekan. Ismlam chaqirishmas ekan. Mana sizni enek deyapti, mana erkak deyapti. Ha, shunaqa. Oling. Ichib ko'raylik-chi. Qimizda. Nima bu? Men suvsem-de suvsam tomarım. Ayasanchi tomarım. Ay tomarım. Ay tomarım. Oy, salomatsiz be enek. Voy, salomat. Voy, o'g'lim. Ha, bu kelinim juda sir salom ekan, ha? Bu yoqqa o'tsam ham salom beradi, bu yoqqa o'tsam ham salom beradi, ya. Qirg'iz kelinlar o'zi shunaqa. Ko'rishi bilan hurmat yuzasidan salom berib urishadi. O'g'lim, kelinim
shu sovuqda ham tashqarida ish qilib yuribdi-ya. Voy, tinmas ekan, juda mehnatsevar ekan. Shunaqa. Menga qara, Aydanani chaqir, sovuqda qiynalib yurmasin. Aydana, buyoqqa. Voy, qizim, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Enik, ota-onamni Qirg'izistondagi o'yinda sog'indim. Voy, yig'lamang, siqilmang, albatta borib kelasiz. Umidjon, Labbay. o'g'lim, kelinimmi ota-onasini uyiga olib borib kelgin. Qirg'izistongami? Uzoq-ku. Voy, nega uzoq bo'lar ekan? Ha, bir qadam-ku. Qirg'iziston qo'shnimiz-ku. Xo'p bo'ladi. Rahmat Enik. Voy, o'zim o'rgilib, uydagilaringizga bizdan salom deb qo'ying. Ko'zimni qirg'iz kelinimdan aylanay. Assalomu alaykum yenge, yaxshi jottirdingizmi? Yaxshi. Ha, bola, Nima? ha bu qoraqalpoq kelin salom qilmaydimi? Oyijon qoraqalpoq kelinlari kelin salom qilmas ekan. Ana to'ydan keyin bet ochar bo'ldi-ku. Ana o'sha bilan o'tib tugab ketdi. Haligi to'yda bet ochar bo'ldimi? Shu bilan tugadimi? Tugadi. Bu nima qilgani bunday qildi. Yo'q, ayjon qoraqalpoqlarda shunaqa udumi bor ekan. Ovsilarning uyiga borganda, hurmat yuzasidan, ya'ni men oilaviy ishlarga tayyorman degan ma'noda mana shunaqa 3 marta qilishar ekan. Menda buni ovsini yo'q-ku, shunga shu yerda qilib qo'ya qoldi-da. Har doim shu ostonadan o'tganda shunaqa bunaqalar qiladi. Yo'q, faqat bir marta. Ha, bir martami? Ay, rahmat. Rahmat qizim, rahmat. Qara o'g'lim, qo'limiz yuvuramizmi? Hozir o'zim yuvib kelganman toza. Oyijon, bunda shunaqa udum bor ekan. Ovqatdan oldin ham qo'lingizni yuvarkansiz, ovqatdan keyin ham qo'lingizni yuvarkansiz. Yeni men sizga jovri gurti qoraqalpoq milliy taomini tayyorladim. As bo'lsin. Oyijon, Rahmat. bu qoraqalpoq xalqining milliy taomi. Umid, sen do'sting chaqirib keldi. Voy, menga qara bola. Nimaga seni sansirayaptimi? Oyijon, qoraqalpoqlik kelinlar yaqin olgan insonlarni sansirashar ekan. Oldinlari qaynona qaynotani ham sansirashgan. Hozir esa sizlashga o'tishgan. Urf odat degan Shunaqa. qoraqalpoqlar urf odatdan mayli bola. Yeb qo'ysang bo'lar shuni. Mani ilohomin. Voy o'lay. Nimaga turib oldi bu? Oyijon, duo payti qoraqalpoqlik kelinlar turib olishar ekan. Udum uchun. Kelinlar turib olar ekanmi? Voy mayli ilohim, udumlariga ko'z tegmasin. Ikkalanglar qo'sha qaranglar, baxtli bo'linglar. Yaxshi farzandlar bersin. Amin. Allohu akbar. Ha, oyijon, tovog'i kelinga berib yuboring. Bor, endi men kelinga beraman. Kelin bo'lgandek o'zi olsin-yu. Onajonim, uyda kattalar berar ekan, qaynona qaynotalar berar ekan. Bizga mumkin emas. Siz bering. Qaynona. Bo'pti bolam, shuni berish qiyinmi? Ola qoling kelin. Voy. Tavba qildim. Ana sizga o'dim, mana sizga yuragim yorvoraydi deya kelin poshsha. Yeni, jur. Yanami? Umid. Ay qiz telefon yetib o'tiribdi. Kim? Ay qiz. Qiz ekan. Alo. Voy, Madina sinimku. Yeni, bunday O'g'lim, qaynotang sovg'a qilgan sarpolarni kiyib olsanmi? Yarashdimi aja? Ha, yarashibdi. Voy, kelinimmi? Buncha ham chiroyli bo'lmasa, nega salom qilmayapti? Oyijon, turkman kelinlari kelin salom qilmas ekan. Og'zini nega berkitib olgan? Oyijon, siz bilan adam qimmatbaho sovg'a bermasanglar yoki bu farzandli bo'lmagungacha bu og'zini ochmaydi. Qalin pulini qalin berib, ana endi tilla taqinchoqlar ham olib berishimiz kerak ekan. Xuddi shunaqa. Ha, adang bekorga komandirovkaga jo'navormabdilar. Tillani o'zing olib berasan deb. Endi pulini sen menga berasan, men kelinimga tilla taqinchoqlar olib beraman. Voy, oyijon, bu mayli. Ha, ona nima qilyapsiz? Kelinimni hovli supurishini tomosha qilyapman. Voy, internetda o'qidim. Biz kelinimizga $5000 qalin pulini berdik. Uni oliy ma'lumotligiga qarab darajasi ko'tarilar ekan.
qalin pulini ham. Shunaqa. Yaxshiyam magistratura tugatmagan ekan. Bo'lmasam 10 ming dollar to'larmidi. Voy, bunaqada hovlini qachon supurib bo'ladi? Voy tavba. Oyijon, Ha, labbay. anaqa kelinlik so'rayapti. Nima ovqat qilib bersan? Voy, o'zlarini milliy taomlarini qilaversinlar. Voy, kelinimdan aylaning. Turkman kelinim, odobli. Tanbehga hojat yo'q. Xudoga shukr. Voy, Ana oyijon. Turkmaniston milliy taomi dograma. Bu esa ko'kmach. menga qara. Dograma degan nima degan ekan? Ha, oyijon alohida nonni olib to'g'rab qilar ekan. To'g'rama ekan-da. Ha. Ha, oyijon, nima qos? Kelinim endi shunday o'tiraveradimi? Oyijon, turkman kelinlar 10 kungacha xonasida qamalib o'tirishar ekan. O'tirsa o'tiraversin. Yo, siz xafa bo'lmang. Voy, oyijon, qayoqqa? Bo'ldi. Yetar. Kelinimni gapirmasligiga chidolmayman. Do'konga tilla taqinchoq olgan. Men ham bo'pti sizdan boraman. Keling, taqinchoq olgan. Yaşayan arzularımda gelin oğlum. Günaydın anneciğim. Kim ne dedimi? Yo, xayrli kun oyijon deyapti. Kelin salom qilmaydimi? Yo, oyijon, turk kelinlarida kelin salom yo'q. Usul qo'lini o'pib, peshonasiga qo'yadi. Bu hurmat yuzasidan deb bildiradi oyijon. Keling, mana ham qo'lingizni o'pib qo'ying. Bu kuyov salommi? Mayli. Ko'p yashang. Kelin qani? Uxlayapti. Soat 10 bo'ldi. O'zi turk kelinlari soat 10 gacha uxlashar ekan oyijon. Günaydın. Voy o'lay. Din deydimi? Ya ayt unga choy damlasin. Peshingacha uxlab yana din deydi ya. Voy tavba. Nima endi har kuni peshindan olishda qilamiz? Anneciğim. Qara. Oyijon, Aşkım. bu yana bizning baxtimiz. Turk kelinlari faqat yakshanba kuni choy tayyorlashar ekan. Boshqa kunichi? Bilmasam. Bardak choydan oling. Voy, choyimni ham bardak qildilaring, hayotimni ham bardak qildilaring. Voy, issiq. Voy, tavba. Anneciğim, aşkım, ben Türk yemeği adını kebap yaptım. Afiyet olsun. Nima yo'q? Kebab yaptı. Rahmat. Bu sariq soch nima deyapti? Bilmasam. Anneciğim, ben sana çok lezzetli bir Türk kahvesi yaptım. O'lay. Bu nima degani bu? Ey, oyijon, bu juda yaxshi degani. Yo, bu bizga to'g'ri kelmaydi. Aşkım ne diyor? Tashakkur. Bir choyni ko'k choy kimni o'ldiribdi? Achchiq ekan. Uxlolmayapman. Qayoqdan ham shu turk qahvasini ichdim. Qon bosimim oshdimi? Uyqu yo'q. Oyijon, yaxshimisiz? Voy. Kechasi bilan uxlaganim yo'q bolam. Qayerdan ham o'shani qahvasini ichdim. Aşkım, lütfen bana günlük harclama bırakır mısın, tamam mı? Nima deyapti? Ha, oyijon, bularda turk erkaklari ayolini xarajati uchun har kuni pul ajratishar ekan. Voy, shoshma. Avval menga berajaksan. Yana menga berajaksan. 3-karra menga berajaksan. Keyin bilganingni qilajaksan. Bor. Yandırdın kalbimi aman ey kaşları kaman.
Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ko'p yashang qizim, baxtli bo'ling. Oyijon, mana bu ikkita nonni ikkita qo'liga qistirib ko'tarib qo'yarkansiz. Yangi kelin barakasidan kelgan bo'lsin degan ma'noni bildirar ekan. Ha, yaxshi. Voy bolajonim, o'zing ko'tara qolgin, meni belim og'riydi. Bo'l, hozir. Qani. Voy. Yaxshi ham ko'tarmabsiz. Voy, shukrim. Voy bolajonim. Uyg'urlar suyaga og'ir bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'g'lim, bu kelin oshxonada nimalardir pichir qilib yuribdi, ha? Ha, keliningiz oshxona jihozlari bilan tanishyapti, ya'ni salomlashyapti. Bularda shunaqa udumi bor ekan. Kelin poshsha nima qilyapsiz? Aka chay opa. O'zimizni shirchoyga o'xshar ekanda, a? Opa, bugun men uyg'urcha lamon, go'stsay tayyorladim. Yeysiz? Yoqimli ishtaha. Chiroyli. Shunaqa chiqmaslarmi ya ovqatni? Qora choyingmi, sutli choy. Voy, bu nima bola? Echkin terisi. O'tiring. Oyijon, mana bu spirga Ha? kelinni beliga 3 marta urib qo'yarkansiz. Nimaga? Bu kelinni beli baquvvat bo'lsin degan ma'noni bildirar ekan. Voy, mayli. 1, 2, 3. Ana. Bo'ldi. Opa, mant tayyor bo'ldi, yoqimli ishtaha. Voy, bola. Dorixonaga chiqib hazm qiladigan dori olib kelmasang bo'lmaydi. Yana hamroq. Ha, bo'ladi. Hey, qayoqqa? Bola, nega usan otingni aytmasdan hey deydi? Oyijon, Uyg'ur kelinlari erlarni deb chaqirar ekan. O'rganib ketdi. Voy, bolajonlarim shoshmanglar. Yomon ko'zlardan asrasin Isru Usmon. Ilohim, yomon nazarlardan asrasin, ko'z tegmasin bolajonlarim. Bu yerim bizda bor. Bor? Bor. Borri. Bor. R. Bor. R-dichi? Bor. 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 Bor.